Selam. Bugun chuqurli vlog ikkinchi kuni. Hozir men narsamni yeb bo'lganman. Ozginadan keyin o'qishimga ketishim kerak. Ingliz tilim bor bugun. Hozir o'tirmayapman. Hozir men ketadigan vaqtim bo'lib qoldi. Endi men bir boshqa bilan ishimni kiyib olaman. Mana shu kiyimga chiqib ketdim. Hozir borgan oстановкада ko'rsatdim. Yurib ketadigan ko'rsatdim. Geldim. Elimga xuddi qoldim. Hozir men tarozidan ajrat oldim. Mana shunaqa suv chiqdi, keyin mana bunaqa narsasi chiqdi. Uni xallarga kokteyl qilib ichaman. Men ko'chaga chiqdim. Men bunaqa kalbasalarni qani ko'rganmiz, bichini. Nima ko'rsatyapsizlar? Yeb ko'rganman ham deb qo'ydim. Mana. Mazasi sal boshqacha. Mama kichikroq. Mana men oyog'ini o'zdim. Hammaga xayr, ikkinchi kun tugadi. Bugun sizlar bilan 3 kunlik vlogga 3-kunni olamiz. Hozir yakshanba, biz uydan yig'ishtiramiz, uborga qo'yamiz. Hozir amma birga qo'shishligi mumkin. Uborga qilishim kerak, chunki ukalarim hamma joyga yoyib tashishligi mumkin. Ayniqsa men narsamni o'ynab tashlaydi. Hozir joylashtiryapman o'sha narsalarimni. Hozir birga joylashtiramiz. Hozir men darslarimni qilib oldim. Endi bugun yakshanba bilasizlar. Eng muhim kun men uchun ekan. Hozir ozginadan keyin bitta joyga ketamiz. Keyin yo'lda yetib ketsam kerak, qayerga ketayotganimiz. Yoki kiymayotganimda aytaman. Hozir men tezroq kiyinishim kerak. Men omoxonaga chaqirganlardik. Omoxon akani fanstretiga ketamiz. Ishim bilan keyin ko'ylagimni kiyaman, keyin ko'rasizlar. 1 2 3. Men nima kiyim bo'ldim? Sizga qamash yoqadimi? Xo'p, bo'lsa, dayki mana qilamiz. Hozir sizlar bilan meni kanalimdagi eng sizga yoqqan videoni aniqlaymiz. Stop. Давайте. Bir ikishlikni hamma birga bor. Kelishdingmi? Qalbas, endi sen. Ham kelishdingmi? 1 2 3. Yaxshi. Darkni. No, darkni videosini ko'rganlar biladiki, biz o'tda internetda keraksiz saytga kirib, noto'g'ri qilib. Va ana endi qaytinglar. Bitta bloger bor, tayyor bo'lsanglar, hammanglar men Ahror deyman, sizlar Alixonov deysizlar. Let's go. Okay, Ahror. Assalomu alaykum. Oy, goddamn. Namuncha ko'psizlar. Ovozlarni bitta eshitolmayman, bo'lsam 1 2 3. Lekin astroy zo'r. Bo'm. Yoramiz ham bugun. Kim uchun keldinglar bugun? Hamma bittadan o'zi qo'ydi. Kimdir Baburov dedi. Lozim. Baburovni olasizlarmi, yo'qmi? Bo'lmasa, Rapcha, yana bitta 1 2 3. 1 2 3. Omon! Alright. Siz sho'rdamiz. Zoyib ketdingiz.
Chunki tashkil etish bo'yicha ham ozgina shuning uchun ularga boshqacha rahmat deyishimiz kerak. Bo'lmasa bu bo'lmasdi. Shuning uchun boshqatdan bir ko'rsanglar, ammo kamollikni rahmat deymiz. Xo'p, 1, 2, 3, ketdi! O'zimni bitta filmingdan qilaman. O'xshasa plus aura, o'xshamasa бесконечный minus aura bo'ladi. O'xshamaydi deb o'ylayapsiz-chi? Yo'q, o'xshamaydi. Hayajon. Prosta tasavvur qilasizmi? Qanchalik hayajon. Bitta imkon bor. Yoki o'xshaydi yoki bo'ldi. Bu momentni eslata olasizlar. Aytingchi. 1 2 3. Bir, iki, üç. Bize yo'ldamiz. Okay guys, men hozir uyushimni qilishim kerak. Doska yozib berishadi, so'z yozib beradi. O'shani biza ko'chirib olishimiz kerak. Mana doska daftar bu. Mana men shunaqa katta doska daftar tutganman. Yo test olganmiz. Bunaqa deyilasiz. Endi men ishga yozishim kerak. Lekin hali bizga yozishga ruxsat berishmaydi. O'shaning uchun hali yozilmagan. Bu vlog yoqayotgan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Sizlarga 3 kunlik vlog olaman. Like arzimaydimi? Hozir mana shunaqa. Men har xil ruchkada yozaman chunki hozir bulanib turishi mana. Bu lug'at prostaga mana bulanib turish uchun hammasi bilinib turadi menga. Mana shu qulay menga shu. Men sizlarni bilmadim. Mana shunaqa. Hamma ruchkani. Okay, o'zim men Kamol Qohorov bilan rasmga tushmoqchi edim. Oqshamal. Bu yoqqa qarab o'tib ketdilar. Men bu yoqda turdim-da, bitta rasmga olaman deb. No yaxshi. Keyonimizdan BMW o'tib ketdilar. Zo'r. Omadli o'tdi lekin bu. No lekin zo'r bo'ldi. Kim borda kommentarlarga yozinglar. Meni ko'rmadinglar, ish qilib. Ko'rgan bo'lsanglar, siz qilmaydi. Jasminni mimi ham bordilar. Men rasmga tushib oldim.
Hozir mana shu yozib olaman. Ijama yozib oldim. Mana ozgina mana spiki buni hozir yodlayman. Bo'ldi. Hammaga xayr, video yoqqan bo'lsa like va podpiska bosib qo'yinglar. Hammaga xayr.